umuman kulgili emas. Bu yig'laydigan holat aslida. Ko'pchilik ota-onalar bolalarini kulgili emaklayotganligini videoga olib, gruppa yoki bo'lmasam qarindosh urug'lariga tashab kulib o'tirishadi. Aslida bolangiz bunaqa holatda bolangiz uchun yaxshi emas, bolangiz juda ham qiynalayotganligini bildiradi. Ya'ni bitta mushaklar normada ishlayapti. Bittasi tonusi baland, bittasi tonusi past. Bola mana shunaqa harakatlanishga majbur bo'ladi. Yana ba'zi bir ota-onalar bolasi emaklamasdan yurib ketsa xursand bo'lishadi. Mana bolam rivojlanishi zo'r, aqli juda ham raso, как будто matematikani yodlab olganda yoki bo'lmasa o'qishni o'rgangandek xursand bo'lishadi. Bu ham xursand bo'lishga arzimaydi. Bolani rivojlanishi ketma-ketlikda bo'lishi kerak. Bola birinchi qorniga yotishi, keyin emaklashi, keyin o'tirishni o'rganishi, keyin yurishni o'rganishi kerak. Bitta etapni tashlab ketsa, bolani aqliy va jismoniy faoliyatda nuqsonlar kelib chiqadi. Emaklamasdan yurib ketgan bolalar majbur bo'ladi shunaqa bo'lishga. Chunki yozuvchi mushaklarning tonusi juda ham baland bo'ladi. Bola emaklayman desa ham emaklay olmaydi. Shuning uchun majbur bo'ladi yurishga. Yurmasa joyida qolib ketadi.